Assalomu alaykum. Men hozir Andijonda Varsoviya universitetidaman. Ko'pchilik bilmaydigan masalalarni yoritamiz. Hozir samimiy shunday kamerani yoqing, bor narsani shu kameraga aytib beraylik dedik Sardor akam bilan birga. Assalomu alaykum. Bu biznesmenlar ham o'qish kerak bo'lgan va talabalar ham, Yevropaga bormoqchi bo'lganlar ham o'qish kerak bo'lgan universitet. Hozir qisqacha yoritib beramiz. Faqat samimiy bo'lsin dedik. Hech qanaqa ssenariy qilingani yo'q. Sardor aka, salomatmisiz? Assalomu alaykum. Yana xush kelibsiz. Hop, qisqacha gapirib bering, bu qanaqa universitet? Ko'pchilik bilmaganda bu yerda Varsoviya universiteti. Oldin Varshava deb tanishgan-a bu yerda. Varsoviya biznes va amaliy fanlar universiteti Andijon filiali. Polshani rasmiy universitet filiali hisoblanadi. Polshani 7 ta shahrida joylashgan va xalqaro Chexiya, Slovakiya va O'zbekistonda rasmiy filiallari mavjud. Bu yerda o'qiganlar Yevropaga 2-yilda ketishi mumkinmi? Shunaqa gap eshitgandim, rostmi? Ha, rost. 2-yildan xudo xolasa, agar bizda sertifikatlari bo'lsa, til sertifikati talab qilinadi. 2-kursdan Polshada, Chexiyada, Slovakiyada o'qishini davom ettirish mumkin. Yana qanaqa afzalliklari bor? Hozir yangi zdaniya ham juda chiroyli chiqibdi. Men oldingi zdaniyasiga borgandim. Boshqacha mehr berilibdi. Xudo xolasa bu yangi zdaniyamiz Bo'stonda joylashgan, Andijon shahrida, Bo'ston dahasida, Bo'ston mahallasida joylashgan. Yana asosiy afzalliklardan xalqaro almashinuv dasturlarimiz bor, Yevropa bilan work and travel dasturlarimiz bor. Ya'ni talabalarimiz 2-kursdan 3-kursdan work and travel asosida Germaniyada asosan, ya'ni Germaniyadan tashqari Yevropaning boshqa davlatlarida ketishi mumkin. Zo'r. Bu yerda kimlar o'qish kerak? Biznesmen o'qiydimi bu yerda? Yurib gaplashsak ham bo'laveradi. Ya'ni biznesmenlar o'qiydi birinchi o'rinda, aytganingizdek. Ya'ni sohalarimiz bor: IT, kiberxavfsizlik, logistika, bojxona, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim yo'nalishlarimiz bor. Keyin men yana bitta narsa eshitdim, 3 yil o'qish bo'ladi. Boshqa joylarda 4 yil, 5 yil bo'ladi, lekin bu yerda 3 yil bo'ladi. Eng katta afzalligimiz shunda, ya'ni diplomni oladi. Ha, O'zbekistonda o'zingiz bilasiz, oliy ta'lim 4 yil, bizda esa 3 yil. Bu degani 100% Yevropa standarti. Ya'ni Yevropada oliy ta'lim bakalavr 3 yilda qo'lga kiritasiz. Xuddi bizda ham 3 yilda olasiz. Qanaqa xonalarimizni sharoitlari qanaqa bu yerda? Bu yerda birinchi etajda asosiy o'quv xonalarimiz bu yerda. Undan keyin hamma sharoitlar bor. Tepada leksiya xonalarimiz bor, yuqori qavatda leksiya xonalarimiz. Bu yerda asosiy qabulxona, asosiy o'quv xonalari joylashgan. Xonalarda hamma sharoitlar bor. Ya'ni Yevropa standarti bo'yicha hamma texnikalar, zamonaviy texnikalar, hammasi mavjud. O'qish narxlari videoga aytiladimi yoki kelganda aytiladimi? O'qish narxlari to'g'ridan-to'g'ri aytsak ham bo'ladi. Hozir bizda 30-avgustgacha 10% chegirma ketyapti. Aslida 20 million, lekin 10% chegirma bilan 18 million. Hamma fakultet uchun, hamma yo'nalish uchun bir xil. Kelinglar, mana 1 yil vaqtimni tejab qolaman, Yevropaga boraman, yana juda ko'p qulayliklar olaman degan bilmaganlar uchun xabardor qilib qo'yapmiz. Mana Andijonda o'zimizni vodiyga kelishyaptimi? Farg'ona, Namangan, albatta O'zbekiston bo'ylab kelishyapti. Asosan bizda ya'ni vodiydan, lokatsiya vodiyga bo'lgani uchun. Namanganliklar, Farg'onaliklar, Andijonliklar mana bir qadam kelinglar, institutda o'qinglar, 3 yilda diplom olasizlar. Yani undan tashqari Yevropaga borish imkoniyati, juda ko'p imkoniyatlari bor. Tavsiya qilamiz. Sardor aka, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.